Prezidentimizning joriy yil 14-fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida yoshlarning bandligini ta'minlash, oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish, o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish istagi bo'lgan bitiruvchi bosqich talabalariga imtiyozlar yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida mamlakatimizda Kelajakka qadam dasturi ishga tushirilgan. Mazkur dastur doirasida geologiya fanlari universitetida bitiruvchi bosqich talabalari uchun biznes trening tashkil etildi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Mazkur forumda bitiruvchi bosqich talabalari ishtirok etdi. Ularga biznes boshlash sirlarini o'rgatish, tadbirkorlik faoliyatiga ilk qadam qo'yayotgan yoshlarga amaliy tajribalar asosida ko'maklashish maqsadida tadbirkorlikning turli yo'nalishlarida o'z o'rnini topib ulgurgan biznes egalari hamda trenerlar mahorat darslari o'tib berdi. Geologiya fanlari universitetida Kelajakka qadam 2025 biznes forumi ilk bor o'tkazilmoqda. Ushbu forumdan ko'zlangan maqsad bitiruvchi talaba yoshlarimizni iqtisodiyot sohasiga qiziqish, biznes ruhida shakllantirish hisoblanadi. Jumladan prezidentimizning 14-fevraldagi mana shu oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qarorlarini inobatga oladigan bo'lsak, ushbu qaror doirasida, ya'ni iqtisodiyot sohasiga talaba yoshlarni va tadbirkorlik bilan qiziquvchi yoshlarni jalb etish asosiy ko'zlangan maqsad hisoblanadi. Biz bilamizki, geologiya bu iqtisodiyotda asosiy bir bo'lak hisoblanadi. Ya'ni mana shu sohani o'rganib, iqtisodiyot sohasiga o'zlarining bilimlari bilan, tafakkurlari bilan hissa qo'shishlari jamiyatimizda bir ko'zlangan katta bir maqsadlardan biri hisoblanadi. Bitiruv bosqich talabalari, ya'ni 3-4 kurs talabalari uchun bu prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan juda ham bir qulay shart-sharoit deb aytsak bo'ladi. Hozirda O'zmilliy bank bilan shartnoma asosida biznes g'oyasiga ega bo'lgan talaba uchun qo'shimcha tarzda imtiyozli ravishda kreditlar ajratilyapti. Imtiyozli davr mobaynida foydalanish imkoniyatini bizga beradi. Geologiya mamlakat iqtisodiyotining asosiy driver yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois keyingi yillarda yurtimizda sohani transformatsiya qilish doirasida uning moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Ilmiy izlanishlar va kadrlar tayyorlash tizimi kuchaytirildi. Bularning barchasi konlarni yanada samarali o'rganish, madanli hududlarning keyingi istiqbollari va foydali qazilma konlarini prognoz qilish muammolariga yangicha yondashishga yordam beradi.